Assalomu alaykum, hurmatli quvalilar. Men hozir Namuna MFI Begat ko'chasida turibman. Quva tuman arxivi. Quva tuman arxivini jicha teparog'ida ekstrinniy binosi bor edi. Hozir Chaman tomonga ketishgan, hammaning xabari bor. Hozir bu ko'chada qurilishlar avjida. Shu ko'cha bo'ylab kanalizatsiya va ichimlik suvi uchun texnikalar ishlashmoqda. Bu tomonda ko'rishlaring mumkin. İşte bino qad ko'targan. O'sha yerdagilar, shu yerdagilar aytishi bo'yicha Prezident maktabi qurilayotgan bu yerga. Ichimlik suvi va kanalizatsiya shu binoga tortilayotgan. Mana bu tomonda 7 etajli ko'p qavatli uy tushyapti, ikkita. Mana shu ko'cha kelajakda Begat City'ga aylanish arafasida. Qurilishlar juda avjida. Bu xususiy bir tadbirkor quryapti. Bar Begatda yangilikda bu lekin ana Begat sentriga to'yxona binosi qad ko'taribdi. Mana shu tez orada bitizlar. Eski zdaniya mashina.